Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar va tadqiqotchilar. Biz Stata dasturidagi testlarni o'rganishni va ularni tahlil qilishni, aynan tibbiyot va farmatsevtika sohasi kesimida tahlil qilishni davom ettiramiz. Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari hamda texnikumlarda Stata dasturini o'rgatish loyihasi asoschisi man Shahnoza Qodirova, oliy ma'lumotli farmakolog. Demak, davom etamiz. Bugundan boshlab Def Fuller testini tahlil qilib chiqamiz. Demak, buning uchun men Stata faylimga kirdim va bundan mishkani o'ng tarafini bosgan holatda administrator funksiyani qabul qilaman va menda Statani oynasi ochiladi. Stata oynasi ochilgandan keyin menda tegidagi fayl kerak emas, uni o'chirib tashlasam ham bo'ladi. Shu o'rinda men Def Fuller testini kiritishdan oldin vaqt qatorini Stataga ko'rsatishim kerak bo'ladi. Lekin mana hozirda foydalanayotgan datalarimda yoki DTA faylimda vaqtlar keltirilmagan, ya'ni bir vaqtning o'zida bir nechta, ya'ni 100 ta patsientdan so'rovnoma o'tkazilib tahlil olib borilgan. Lekin Def Fuller testida datalar time series holatida bo'lishi kerak, ya'ni buning uchun yillar ma'lum bir yildan ma'lum bir yilgacha oraliqda bo'lgan bo'lishi kerak. Shuning uchun men bugun DTA faylimni o'zgartiraman va aynan datasi yillari mavjud bo'lgan DTA faylda foydalanaman. Lekin tahlil baribir farmatsevtika yoki tibbiyot sohasi bilan uzviy bog'lanib ketadi. Men har doim foydalanadigan du faylimni va yillar, ya'ni vaqtli qatori keltirilgan DTA dan foydalandim va sizlar ham tibbiyot sohasida aynan eksperiment o'tkazayotganda bu ko'proq klinik tadqiqotlarda uchraydi. Ya'ni ma'lum guruhdagi, bitta hududdagi bemorlarning yillar davomida kasalliklarining o'zgarishi, yondosh kasalliklarning paydo bo'lishi va kasallik asoratlarining o'zgarishi va mazkur o'zgarishlarga qanday omillar sabab bo'lgani, bemorlarning yoshi va ularning individual xususiyatlari keltirilgan time series datalardan foydalanishingizni tavsiya qilardim. Cross sectional data ham kerak, aynan tibbiyotga kerak. Lekin uni agar yillari keltirilmagan bo'lsa, Def Fuller test orqali tahlil qilib bo'lmaydi. Davom etamiz. Demak, birinchi funksiyamiz ketadi. Set years, ya'ni bu datamiz ko'rib turganingizdek vaqt o'zgaruvchisi 1960-yildan 2023-yilgacha bo'lgan 63 yillik data ekanini ko'rdik. Endi Def Fuller testini tahlil qilamiz. Menda ikkinchi o'zgaruvchi ekspert turgani uchun men ekspertni qo'yib tahlilini qilamiz. Demak, biz aytgandik, test har doim 5 ta savolga javob berishi kerak deb va o'shandan birinchisi testning nomi bo'lishi kerak. Testimizning nomi bor, Def Fuller testi va bunda bizda o'zgaruvchimiz, hozir tanlangan o'zgaruvchimiz ekspert va bizda ishtirokchilarimiz, respondentlarimiz tibbiyot tilida
patsientlarimiz soni 63 nafarni tashkil qiladi va bunda testimiz qiymati statistik testda 1,172 va uning 1%dagi 5%dagi va 10% holatlardagi qiymatlar keltirilgan va pastda pitning qiymati bizda har doim takrorlab aytaman, tibbiyotda 1% xatolikka ruxsat beradi. Agar u 5% ga chiqadigan bo'lsa, tahlil yo talab darajasida bajarilmagan yoki foydalanilgan reaktiv va reagentlarning saqlash sharoitlari yaroqlilik muddatlariga e'tibor berilmagan yoki eksperimentatorning malakasi ko'nikmasi yetarli bo'lmagan yoki umuman tadqiqot ishi o'zining ko'zlagan maqsadiga erishmagan degan manfiy xulosani yoki tadqiqot davomida aynan bu klinik oldi tadqiqotlarda laboratoriya quyonlari yoki sichqonlari ma'lum kasallikdan yoki dori vositasidan yoki ochlikdan, suvsizlikdan o'lim holatlari qayd etilgan bo'lsa, bunda tadqiqotlarimiz yetarli darajada ishonchli hisoblanmaydi va ishonchlilik darajasi ortishi uchun hamma jarayon, hatto tadqiqot dizaynidan boshlab hamma jarayon boshqatdan bo'lib o'tadi. Boshqa sohalarda xatolik 5% gacha ruxsat beriladi, chunki ular inson salomatligi yoki sog'liqni saqlash tizimi bilan ishlamaydi. Davom etamiz. Endi bizda mana shu Deaf Fuller testini yana bir misolda ko'ramiz va keyingi videoda boshqa bir testni ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, bunda ham o'zgaruvchimiz populationni bergan va respondentlarimiz soni 63 nafar tashkil qilgan. Pning qiymati 1 ni ko'rsatmoqda va bunda ham bizning testning birinchi shartiga ko'ra har qanday testning nomi mavjud bo'ladi. Bizning farmatsevtik detail faylimizda ham agar vaqtli qator keltirilganda biz ham Deaf Fuller testi yordamida tahlil qila olamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videoda davom etamiz.